Men shu iPhone ishlatadigan odamlarga rahmim keladi-da. Nimaga? Ular bitta xonaga qamab qo'yilgan mahbusga o'xshaydi-da. Ya'ni Apple nimani ko'rsatsa, o'shanga majbur ular. O'shani iste'mol qilishadi. O'sha bitta darcha oyna ochib qo'yadi, o'sha oynadan nimani ko'rsatsa, voy shu ekan, voy shu narsa innovatsiya ekan. Voy, barak topganlar 2026-keldi. Sizlarda innovatsiyalar 2011-yilda Steve Jobs o'lgan paytida tugab bo'lgan. Faktlarni keltiraymi? Tayyormisizlar? Bizda 2013-2014-yilda Type-C zaryadga, bistri zaryadga chiqarilgan paytida sizlar nima yurardinglar? 1,5 soat zaryad qilib, 2 soat zaryad qilib yurarmidinglar? Keyin uni innovatsiya deb nechinchi yilda ko'rsatdinglar? Innovatsiya u. Type-C. Innovatsiya deb 2023-yilda iPhone 15 Pro Max'da ko'rsatdinglar. Ya'ni shu iPhone 15 modellarida ko'rsatdinglar. Xo'p, shu innovatsiya deb qabul qildinglar. Sizlar demak, o'shanda 2013-yil, 2014-yilda yuribsizlarmi hali? Xo'p, 100 marta yaqinlashtirish, 100x yaqinlashtirishi Samsunglar, Xiaomi, Huawei'lar chiqargan paytda sizlar iPhone 17 bilan 40x bilan maqtanib o'tiribsizlar-ku. Bunaqa narsalar juda ko'p. Bu fishkalar topildi. Mana iPhone'dagi fishka Androidchi o'rtog'ingizga olib qo'ying. Baraka topkurlar. Bizga u narsalar qiziq emas. Biz u narsalarni siyqasini chiqarib o'rganmiz. Biza oddiy holda ishlatadigan funksiyalarni sizlar bittadan har yili yoki 2 yilda bir marta zo'rg'a bittadan qo'shib uni innovatsiya deb qabul qilasizlar. Biz ularni o'zi ishlatib siyqasini chiqarib tashlaganmiz. Sizlar o'shalarni innovatsiya deb qabul qilasizlar. Biz uchun oddiy narsalar o'zi. Faqat shu kamerani naryoqga bir yoqqa surib qo'yadi. Lekin u Samsunglar 2011-yilda chiqargan yoniga fotoapparatni knopkasini qo'yish degan narsalarni iPhone 16larga qo'yib maqtanib o'tiribsizlar-ku. Yana nimalarni ayting? Sizlar biza agar gapiradigan bo'lsa ko'milib ketasizlar. Iltimos jimgina shu o'zingizlarning darajangizda yuraveringlar. Adovatim yo'q sizlarga, lekin sizlarga rahmim keladi, chunki sizlar qotib qolgansizlar. O'sha oldingi zamon odamlarga o'xshaysizlar. Aytgancha iPhone'chilar mabodo iPhone'inglar Androidlashib qolmadimi? iOS 26 dan keyin, obnovleniyadan keyin Androidlashib qolmayapsizlarmi? Borgan sari Androidlashib ketmayapsizlarmi?